Tracker 2 bormi videoni oxirigacha ko'ring. Agarda mashinangizda endi ko'proq gaz qo'ygandan keyin bu muammo kelib chiqyapti ayrimlarida. Shlanka otib yuboryapti. Gazdan reduktorga kelgan, reduktordan u yoqqa ketgan shlankalar muammo bo'lib, galovka prikladga kuyyapti. Antifriz ozay shunaqa kasalliklar bo'lyapti. Tracker ochuvdi, galovkasida yora bor ekan akalar, qaranglar. Prosta nima desam bo'ladi? Prikladkani alishtirib, galovkani betini shilib bosishga shoshilmanglar. Mana Tracker 2 ni galovkasi bet shlifovka bo'ldi, qaytarib bosildi. Galovkada yora bor. Ikkinchi kamerada yora bor. Hozir maslahatlashamiz. O'zini qilib beringlar desa, o'zini garantiyasi bilan xudo xolisa tayyorlab beramiz. Ochib, galovka bilan betishilib qaytarib bosdik. Ozgina e'tiborsizlik bo'lgan. Xudo xolasa endi bu ishni takrorlamaymiz. Xato qilmagan inson hali hech narsa qilmagan inson. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.